Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Siz bilan doimgidek Shahzod Jumayev. Bugun o'tadigan mavzuyimiz a restaurant menu. Shu restoranni menyusi haqida bo'ladi. Qanaqa taomlar bo'ladi, ichimliklar va shirinliklar. Mana shu mavzuda reading qilamiz. Readingimiz davom etmoqda. Bu yoqda aytganki, read a menu to practice and improve your reading skills. Shu reading qobiliyatini rivojlantirish uchun shu menyuni practice qilib ko'ring, o'qing va mashq qilib ko'ring deyapti. Alright. Keyin ikkinchi gapda do the preparation task first, ya'ni mana bu yoqda o'sha tayyorgarlik mashqi bor. O'sha readingga birdaniga tushib ketmang va tayyorgarlikni birinchi qiling deyapti. Birinchi shu tayyorgarlik mashqini qilamiz. And then read the text and do the exercises. Shu keyin deyapti, pastga tushib shu readingni o'qing va mashqlarni bajaring deyapti, ketma-ketlikda. Okay. Endi shuni qilamiz. Birinchi shu mashqqa tushsa, bizada aytayapti a restaurant menu preparation, shu tayyorgarlik mashqi demoqchi, ya'ni match the words with definitions. Shu so'zlarni biz uni ta'rifiga moslashimiz kerak ekan, tushunarli. Bu yoqda bizda so'zlar berilgan, pastda o'sha so'zlarni tasvirlab bergan. Qanaqa holat, qanday bo'lishi haqida o'sha so'zlarni bu yoqqa qo'yib chiqishimiz kerak o'ng tarafga. Misol uchun of the day, ya'ni kunning degan, bir kunning, o'sha kunning nimadiri demoqchi, ya'ni roast degani qovurilgan degani, dressing degani sous degani ekan. Homemade degani shu uyda tayyorlangan degan ma'noni beradi. Uyda pishirilgan degani. Vegetarian degani shu go'sht yemaydigan degani. Served with degani bilan qo'shib beriladi, bilan qo'shib ta'minlanadi degan. Misol uchun oddiy misol uchun sho'rva sotib olsa, bizga non qo'shib beriladi, to'g'rimi? O'sha narsa served with deyiladi. Ya'ni sho'rvaga non qo'shib berilishini. Ya'ni nimadir sotib olsa, o'shanga nimadir qo'shib beriladi. O'sha served with bo'ladi. Endi bu yoqda endi chap tarafda o'sha tasvirlangan, misol uchun cooked in the oven degan, shu pechda pishiriladi demoqchi. Okay. Keyingisi bitta tarjima qilib chiqamiz, keyin moslaymiz. A sauce to put on salad. Shu salat ustiga qo'yiladigan sauce. Demak, bizda sauce degan variant tepada bor edi. Without meat, ya'ni go'shtsiz bo'lsa nima bo'ladi? Keyin not from the shop, ya'ni magazindan bo'lmasa, qayerdan bo'lishi mumkin? Ya'ni tasavvur qiling, qayerdandir somsa sotib olamiz, manti sotib olamiz yoki osh sotib olamiz yoki restorandan, to'g'rimi? O'sha restorandan bo'lmasa, ya'ni qayerdan bo'lishi mumkin? Demak, uyda tayyorlangan bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Demak, homemade ga to'g'ri kelishi mumkin. Buni o'ylab ko'ramiz. Comes with degani o'sha bilan birga qo'shib beriladi deganda, o'sha tepada eslatib o'tgandim. Served with degani o'sha nimadir bilan nimadir qo'shib beriladi. Nimadir bitta narsa sotib olasiz, ikkinchi narsa qo'shib beriladi. Keyin changes every day, har kuni o'zgaradi demoqchi. Endi xo'p, birinchi eng osondan boshlasak, without meat, go'shtsiz bo'lsa bu vegetarian bo'ladi, to'g'rimi? Vegetarian qilamiz. Keyingisi comes with bo'lsa served with bo'ladi. Comes with bilan birga qo'shib beriladi degani. Endi keyin aytibdi a sauce to put on salad. O'sha salat ustiga qo'yiladigan salat. O'sha salatni dressing deydi. Keyingisi hop, not from the shop. Shop shu magazindan bo'lmasa yoki restorandan bo'lmasa, o'sha tayyorlangan food qayerda tayyorlangan bo'lishi mumkin? Uyda tayyorlangan bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Demak, homemade bu bizga mana bu yerga tushadi. Keyin roasted degani qovurilgan degani, o'sha pechda pishirilgan degan ma'noda beradi. Demak, roasted deb qo'yamiz va of the day degani changes every day. Mana shu tarzda bo'ldi. Endi biz bitta finish qilib ko'ramiz. Finish manaki 6 tadan 6 ta to'g'ri topdik, 100% va hammasi ptichka bo'ldi. Bu tayyorgarlik mashqi edi.
mana bu o'ng tarafdagi so'zlar va chap tarafdagi definitionlarni o'sha tasvirlaganda so'zlar har bitta so'zni tasvirini aytib o'tgan, shularni yozib tarjima qilib talaffuz qilib daftaringizga yozib oling. Juda ham foydali bo'ladi. Xo'p, endi biz reading textga o'tamiz. Readingni boshlaymiz. Bu Tonini oshxonasi ekan. Tonini oshxonasi 11:30 da ochilar ekan. Shu 17-Board Streetda joylashgan. Chicken, pizza, vegetarianlar uchun ovqatlar berar ekan va yulduzchasi ancha ko'p ekan, revyulari bor ekan, shunaqa logotipli. Menyusi bor, revyusi bor va info. Biz faqat menyuni ko'ramiz, bular o'tmaydi va bizga menyu muhim. Menyuda nimalar bor qaranglar. Meat and fish. Shu go'sht va baliq bor ekan. Vegetarianlar uchun ovqatlar bor ekan va something sweet degani o'sha dessert desak ham bo'ladi va o'sha shirinliklar deylik, shirinliklar. Keyin drinks degan shu ichimliklar. Mana shuncha narsa bor ekan. Uni biz hozir detalni ko'rib chiqamiz va tarjima qilamiz. Undan keyin task 1 ni qilamiz, keyin task 2 ni qilamiz. Ketma-ketlikda. Xo'p, boshladik. Birinchisidan boshlaymiz. Meat and fish. O'sha go'sht va baliq. Aytibdi, grilled fish of the day. O'sha kunning o'sha grill sifatida pishirilgan balig'i demoqchi. Grillni qanday pishiriladi? O'sha ko'z oldingizga keltiring, o'sha baliqni shunaqa qilib pishirish mumkin ekan. Shuni aytyapti. Balkim bir dona pishirar, bilmadim. Chunki grill bir vaqt o'zida bir nechta pishiradi. No, o'sha 8 yevro pounds ekan. Yevro emas, pounds. Mayli, tushunarli. Keyin steak with chips or salad. O'sha steak go'shti bor, o'sha go'shti chips bilan qo'shib berilishi mumkin demoqchi yoki salat bilan qo'shib berilishi mumkin demoqchi. O'sha vaqtda siz tanlaysiz. Sizga tanlashga imkoniyat beradi. Siz chips bilan xohlaysizmi yoki salat bilanmi? Kimdir salat bilan deydi, kimdir chips bilan yeyman deydi. Tanlov bo'ladi shu yerda. Shuni hisobga olishimiz kerak. Keyingisi sausage and roast tomato pasta. Sausage degan o'sha kolbasa, keyin roast tomato pasta, roast degan o'sha qovurilgan pomidorli pasta degani makaroni, o'sha qovurilgan pomidorli makaron va kolbasa berilar ekan. Okay, shunaqa menyusi bor ekan. Menyusi ichida chicken salad with garlic yogurt dressing. Aytibdi, o'sha chicken salad, chickenli o'sha salati bor ekan. O'sha tovuqli salati bor ekan. O'sha salat bilan birga garlic yogurt dressing. Chesnokli yogurt sousi bo'lar ekan. Yogurt. Chesnokli yogurt sousi ham bo'lar ekan. Mana shu ham bir menyu ichidagi bitta taomga kirar ekan. Xo'p, keyingisi vegetarianlar uchun nimalar bor? Aytyapti, cheese and tomato pizza. O'sha pishloqli, pomidorli pizza bor ekan. Mushroom omelet, o'sha qo'ziqorinli omlet bor ekan. Shuni aytibdi. Keyin vegetable chili, o'sha sabzavotli, achchiqli nimadir. Chili degani achchiq deganda yoki o'sha chili deb tarjima qilsak ham bo'ladi. Ya'ni sabzavotli chili deb bor ekan unga shu Tonini restoranda. Keyin soup of the day with brown or white bread. Aytibdi, o'sha kunning shu kun davomida sup degan sho'rva, shu sho'rva bilan birgalikda brown o'zbekchasi esimdan chiqib qoldi. Brown jigarrang yoki white bread beriladi. O'sha oq non yoki jigarrang non qo'shib berilar ekan o'sha kun davomidagi o'sha supda, o'sha sho'rva bilan birga. Endi keyingi qismga o'tdik. Something sweet. O'ng tarafda bir raqamlar bor, o'sha summalar, masalan 3 pound 3 pound 50 sent kak. Shunday summalar bor.
o'zingiz ko'rsangiz bo'ladi. Summa hozir lekin bizga muhim emas, prosta illustration qilib qo'ygan, ko'rsatib qo'ygan prosta biz uchun. Endi shirinliklarga keldik, desertga. Homemade carrot cake. Shu uyda pishirilgan sabzili tort demoqchi, tort. Keyin homemade banana cake. Shu uyda pishirilgan bananli tort degani. Keyin aytyapti chocolate ice cream with chocolate sauce deyapti. Shunday morojniy bor deyapti. Shu shokoladdan tayyorlangan va shokoladli sousi bilan birga demoqchi. Ustida shokoladli sousi bo'ladi demoqchi. Keyingisi fresh fruit salad with grapes, mango, melon and apple served with ice cream or with cream or ice cream. Xullas nima qani? Apple, lemon, o'sha olma, melon, o'sha qovun va mango degan mango, grapes uzumlar bilan tayyorlangan sveji mevali salat bor ekan. Mevali salat bor ekan. O'sha salat nima bilan birga? O'sha qaymoq bilan birga yoki shu ice cream, muz qaymoq bilan birga nima qilar ekan? Olib kelib berar ekan, ta'minlab berar ekan. Served with qiladi, birga qo'shib beradi. Keyin ichimliklarga ham keldik, drinks. Aytibdi cup of coffee, ya'ni bir stakan coffee demoqchi, cup of tea. Bir finjon choy desak bo'ladi. Bir stakan choy deylik. Mayli. Hammasi to'g'ri. Glass of wine degani wine degani beer degani bu vino degani vino degani bo'ldi, topdim. Ketyapti white or red, shu oq bo'lishi mumkin, oq rangdagi vino bo'lishi mumkin yoki qizil rangdagi vino bo'lishi mumkin, tanlaysiz ya'ni demoqchi. Keyin beer degani piva degani, piva ichimligi, shuni aytyapti. Keyin water deyapti, still or sparkling, suv bor ekan, u gazlangan bo'lishi ham mumkin, gazlanmagan suv bo'lishi ham mumkin. Shuni tanlaysiz, gazli suvmi, gazsiz suvmi. Still, bu yoqda still degani bu gazlanmagan degan ma'noda kelyapti, gazlanmagan yoki demoqchi, undan keyin gazlangan, sparkling. Okay, oxirgisi orange juice, ya'ni orange degani esimdan chiqib qoldi o'zbekchasi, lekin meva turi hisoblanadi. Apelsin deylik, apelsinli sharbat demoqchi. Apelsinli sharbat. Bu narsalarni ko'rdik, tarjima qildik, talaffuz qildik. Hammasini bu menyu ekan, bu Tonyning restoranida bor ekan mahsulotlar, ovqatlar, vegetarianlar uchun ovqatlar va shirinliklar va ichimliklardan tashkil topgan ekan. O'ng tarafda summasi bor. Biz summasi muhim emas bugungi reading uchun. Shuning uchun ko'rmadik. Endi sekin biz task 1 ga tushamiz. Birinchi task. Nimalar qilish kerak? Aytibdi, put the words in the correct group. Shu so'zlarni, mana bu yerda so'zlar berilgan, mana shu so'zlarni to'g'ri gruppaga joylashtirishimiz kerak ekan. Bu yerda meat degan gruppa bor ekan, ya'ni go'sht. Go'sht nima? Go'shtga kirsa shunga qo'yamiz. Drinks, ichimliklar. Qaysi mahsulot, mana tepadagi narsalar, qaysi biri ichimliklarga kirsa, mana shu o'ng tarafga qo'yamiz va ways to prepare food. Shu ovqatni tayyorlash usullari bo'ladigan bo'lsa, eng tagidagi qutichaga qo'yamiz. Shuni aytibdi. Xo'p, misol uchun chicken bor ekan, sauce bor ekan, roast degan bor ekan, grilled, steak, homemade, juice, red wine, coffee, to'g'rimi? Coffee bu ichimlikka kiradi, demak buni olamiz, bu yoqqa qo'yaman. Wine ham ichimlikka kiradi, red wine, qizil wine bu yoqqa qo'yamiz. Wine degan vino degani. Juice bu sharbat degani, bu ham ichimliklarga kiradi, shuning uchun bu yoqqa qo'yaman. Bu mana shulardan tashkil topdi. Yana hozir qaraymiz, birortasi to'g'ri kelsa qo'yamiz. Keyin homemade, ya'ni uyda pishirilgan, bu ya'ni ovqat pishirish usuli, demak, men homemade olaman deb bu yerga qo'yib qo'yaman. Keyin steak deyapti, u steak go'shti, go'shtga kiradi, demak bu yoqqa qo'yib qo'yaman. Grilled degani grill kabi pishirilishini nazarda tutib pishiriladi demoqchi. Shu narsani olamiz, pishirishga qo'yamiz. Qanaqa usulda pishirish aytyapti. Roast degani shu qovurilgan degan ma'noni beradi. Qanaqa pishirish usuliga kiradi, demak bu yoqqa qo'yamiz. Va sausage degani kalbasa, go'shtga kiradi va chicken bu tovuq go'shti, bu ham bu yoqqa kiradi.
mana hamma elementlarni oldik va gruppalarga joylashtirdik. O'sha go'sht, ichimliklar va ovqat pishirish usuli. Mashqimiz bajarildi. Endi finish bosib ko'ramiz. Bosdik finishda 9 tadan 9 ta topdik, 100% to'g'ri topdik. Yaxshi, mana hammasi yashil ptichka bo'ldi. To'g'ri topildi. Endi task 1 ni yopamiz. Task 1 shu edi. Endi task 2 ga o'tamiz. Mana task 2. Task 2 da nima qilish kerak? Bizda 6 ta gap bergan chap tarafda. Mana shu gaplarni o'qiymiz, keyin reading passage bor-ku tepada. O'sha bizda menu bor-ku, hozir tugatgandik. O'sha menyuga borib, mana shu gapni solishtirib ko'ramiz. Ikkalasi mos kelsa, biz true deganni belgilaymiz. Mana bu tarafda true. Agar shu ma'lumot mos kelmasa yoki ma'lumot berilmagan bo'lsa, biz false ni belgilashimiz kerak bo'ladi. Okay? So, mana o'zim yo'q aytgan, are the sentence true or false? Mana shu gaplar true mi, haqiqatmi yoki yolg'onmi? Shuni aytish kerak unga. Mashqimiz shunga asoslangan. Xo'p, endi aytayapti, the fish is the same every day. Har kuni fish bir xil bo'ladi deyapti. Endi tepaga chiqib ko'ramiz. Qani baliq, mana ovqat, grilled fish of the day. Kunning o'sha grill sifatida pishirilgan nimasi? Balig'i demoqchi, baliq. Endi grill sifatida pishirilgan baliq bo'lsa, boshqa usulda ham pishirish mumkinmi? Birinchidan da mumkin o'ylashimcha. The same fish every day. Har kuni bir xil usulda pishirilgan baliq demoqchi o'ylashimcha. Bu yoqda baliq demoqchi, baliqni grill sifatida pishirilgan demoqchi. Kunni grill sifatida pishirilgan balig'i. Bugun baliq yemoqchimiz, shu grill sifatida pishirilgan baliq. Lekin ertaga biz grill sifatida pishirilgan baliq emas, balkim baliq sho'rva yeyishimiz mumkin. To'g'rimi? Fish soup deydi, shu sho'rvali yoki yana dudlangan baliq yeyishimiz mumkin. Xullas har xil pishirilishi mumkin, lekin same every day emas. Tushundingiz? Shu sababli biz mana shu gapni false qilmoqchimiz. Nega? Chunki bu ma'lumot teskari keldi bizning passage bilan. Shu sababli. You can choose what comes with the steak. Aytayapti, qarang. Shu steak bilan keladigan, beriladigan narsalarni siz tanlay olasiz deyapti. Endi tanlashga sizga huquq beriladi steak bilan. Tepaga chiqamiz. Steakli joyini topamiz mana bu. Steak with chips or salad. Chips qo'shib berilishi mumkin. O'sha, ya'ni qovurilgan kartoshka deymizmi, chips deymizmi, mayli, chips desak ham mayli. Shu chipsni yoki salatni, salat bilan shu ikkitasi, yo chips yo salat qo'shib beriladi steak bilan birga deyapti. Siz tanlashingiz mumkin. Chips beringlar yoki salat beringlar. Bittasini tanlash mumkin o'zi. Shu uchun ham tanlov borligi uchun ham biz mana bu yoqda aytibdi. Siz tanlay olasiz shu steak bilan beriladigan narsani deyapti. Shunda biz true qilamiz. Chunki bu yoqda ham aytgan, ha tanlay olasiz degan, u yoqda bo'lsa or bilan berib ketgan, demak tanlay olish mumkin degan. Keyingisi the pizza has meat on it. Shu pizzani ustida go'sht bor demoqchi. Go'shtli, go'shtdan tayyorlangan, go'sht qo'shilgan tayyorlash mobaynida shu pizzani demoqchi. Shu gapda biz tepaga chiqamiz, qaraymiz. Pizza degan joyni topamiz. Birinchi navbatda pizza degan joyini topamiz. Mana, pizza degan joyi bor ekan. Cheese and tomato pizza. Topdi. Shu pishloqli va pomidorli pizza deyapti. Go'shtli demayapti-da, tushundingiz? Go'shtli desa, xo'p, mayli, true olsak bo'lardi. Bu yoqda aytib pishloqli va pomidorli pizza deyapti. Demak, bu yoqda biz nima deb, bu yoqda teskari ma'lumot, ya'ni bizda bu yoqda aytibdi, o'sha pishloqni pizzani ustida nima bor deyapti? Pizza ustida go'sht bor deyapti. Passage unaqa emas, shuning uchun biz false olamiz. Teskari, ya'ni soup is served with bread degan, ya'ni o'sha sho'rva non bilan birga beriladi. Shu sho'rva sotib olsangiz, sho'rvani pulini to'lab sho'rva zakaz qilsangiz, ya'ni sizga non qo'shib beriladi. Non uchun alohida pul olinmaydi. Shuni aytyapti. Endi biz sho'rvani topamiz, tepaga chiqamiz. Xo'p, mana bu yoqda soup bor ekan. Soup of the day with brown or white bread. Bizga mana bu joy muhim emas. Brownmi, whitemi, it doesn't matter, okay?
bizga muhim emas. What's matter is about this one. Mana bu muhim bizga va mana bu muhim. Mana shu ikkita kalit so'z. Soup bormi va bread bormi? Mana shu ikkita kalit muhim so'z. Shuni topdik. Endi o'qib ko'ramiz tarjima qilib. Soup of the day with brown or white bread. Aytibdi. Kunning sho'rvasi bilan birga o'sha brown rangidagi yoki oq non qo'shib beriladi. Brown o'sha jigarrang degani. O'sha jigarrang non bilan non yoki oq non qo'shib beriladi demoqchi sho'rva bilan. Va pastda ham xuddi shu gap aytilgan. O'sha sho'rva olsangiz bo'ldi, o'sha bread qo'shib beriladi degan. Demak, bu true bo'ladi. Ikkita ma'lumot bir-biriga to'g'ri keldi shu uchun. They make ice cream themselves. Ular o'zlari ice cream tayyorlaydi degan gap. Ular o'zlari ice cream tayyorlaydi degan 5-gapda. Endi biz tepaga ice creamga chiqamiz. Ice cream. Mana something sweet degan joyda bo'ladi odatda. Endi shirinliklar qatorida. Keyin homemade carrot, banana, chocolate ice cream with chocolate sauce. Shu mana shunaqa chocolately ice creamlar bor deyapti. Okay. Lekin qarang. Yana pastda ham qaraymiz. Mana bu yoqda ham cream yoki ice cream degan bor chindan. Bu yoqda nima deyapti? Bitta tarjima qilib ketaylik-da. Aytibdi. Shu ice cream ustida shokoladi bo'ladi, shokoladli sousi bo'ladi ustiga deyapti. Bo'ldi. Lekin tayyorlanadi yoki biz tayyorlaymiz yoki sotib olib kelamiz degan ma'lumotlar yo'q, tushundingiz? Hozir mana shu yerda. Endi pastgina o'qib ko'ramiz. Bu yoqda aytibdi shu fresh fruit salad with grapes, mango, melon and apple. Shu olmali, shu qovunli, mangoli va uzumdan tashkil topgan svejiy fruitli, shu mevali salat ekan. Okay. Served with cream, shu qaymoq bilan olib kelib beriladi yoki muz qaymoq bilan olib kelinadi. Lekin bu yerda qarang, diqqat bilan qarasak, tepada ham, ya'ni mana shu gapda ham yoki mana bu gapda ham bizda aytib o'tmayapti. Biz ice cream o'zimiz tayyorlaymiz yoki ice cream biz sotib olib kelamiz yoki yana nimadir qilamiz yoki umuman ma'lumot yo'q bizda shu ice creamni kim tayyorlashi haqida. Agar ma'lumot bo'lmasa, biz false belgilaymiz. Mana bu aytibdi. They, ya'ni Tonyni restoranda Tonyni o'zi tayyorlaydi yoki Tonyni restorandagilar oshpazlar tayyorlaydi degan ma'lumot yo'q. They make the ice cream themselves. Ular o'zlari tayyorlaydi degan ma'lumot yo'q. Aytilmagan. Aytilmasa, demak biz false olamiz. Chunki ma'lumot teskari bo'lib qoladi. Shu sababli. Keyin aytibdi, the cheapest drink is coffee. Aytibdi, eng arzon ichimlik bu kofe hisoblanadi deyapti. Endi tepaga chiqib qarasak, bizda kofe degan joyda topamiz mana. Cup of coffee degan, chindan ham kofe bor, lekin eng arzonmi yo'qmi? U haqida ma'lumot yo'q. Eng arzon balkim choydir, qayerdan bilasiz? Balkim waterdir, ya'ni suv eng arzoni bo'lishi mumkindir yoki orange juice eng arzoni bo'lishi mumkindir. Biz bilmaymiz-ku, to'g'rimi? Bu yoqda ma'lumot bermagan. Eng arzon, demak ma'lumot bermagan, demak bu teskari. Teskari bo'lsa, demak biz false olamiz. Mana bajardik. Endi tekshirib ko'ramiz. Finish tugmachasini bosaman. Bosdim. Mana 6 dan 6 ta to'g'ri topdik. 100% to'g'ri. Mana bu ikkinchi task edi. Ya'ni task 2. Ikkinchi taskni ham tugatdik. Mana ptichka bo'ldi. Bugungi ma'lumotlarimizni o'rganib oldingiz degan umiddaman. Va har bitta gaplarning tarjimasi, talaffuzi yozib, mashq qilib, praktis qiling, daftaringizga yozib, juda ham foydali bo'ladi. Har bitta so'z, har bitta gaplarni alohida videoni pauza qilib, darslikni o'rganib, yozib, yodlang. Sizga juda ham foydali bo'ladi. Biz Telegramdan shaxsan men o'zim Shahzod Jumayev o'zim dars o'tib boraman. Kimda kim xohlasa bemalol kursimizga yozilsanglar bo'ladi. Mana shu yerda pastda descriptionda qoldiraman. Murojaat qilinglar. Siz bilan doimgidek Shahzod Jumayev bo'ldi. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr.